ko'rayotganingizda akalar ko'k stiker bu qaysi mashinaniki deb o'ylaysizlar? Ko'rayotganingizda o'zimizning mashinaga adam ko'k stiker olib keldilar. Bu yog'ini o'zingiz tushuntiring, qanaqa olganingizni. O'g'lim, men sraz aytaman, men o'tmaydi degan xayol bor edi, chunki bu yerda 2.4 motor 2006-yil mashinasi, ya'ni ugari bor edi. Vodorodni o'rnatgandan keyin yana sizga bitta isbot va dalil, ya'ni vodorodni o'rnatgandan keyin momentalniy ugarni sistema yo'qoldi ketdi. Qiziq shuki, qoshiq bilan vilkani farqiga bormaganlar, vodorodni nimaligi, asli nima vazifani bajarishini bilmaganlar internetga chiqib olib val deb ovoz chiqarishyapti. Bola, mana sizga fakt, isbot. Vodorod o'rnatilgan, как положено, mashinani o'sha joyga qo'yganman, как положено. Bu mashinada hozir men bitta narsani sezdim, yurishini sezdim. Haqiqatan yurishi yaxshi tomonga o'zgardi. Undan tashqari, momentalniy motor ovozi ham, motor sistemasi ham вообще zo'r, spokойный bo'lib qoldi. Nimasi? Switchlari top-toza. Haqiqatan ham. Bitta единственный qolib turgan narsa, menga o'sha qiziq bo'lib turgan joy o'sha расход. Eng glавныйsi. Hozir men ham xudo xolasa men sizlarga обязательно aytaman. Ya'ni что vodorodni nimasi yaxshi deganda, bolalar, mana bu birinchi isbot va dalil. Haqiqatan men mashina ham o'tmaydi deb o'ylaganman, chunki menda 2.4 motor, ugarni gazi bor edi. Ya'ni bugun tekshirganda ugarni gazi 0 chiqdi bolalar. Ishonasan 0 chiqdi. Kuzatib boringlar, sizlarga zo'r informatsiyani xudo xolasa beraman. Albatta, kartal detektiv bor haqiqatni olib chiqadi. Shu